Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Sizlarga navbatdagi Andijon Shahrixonga o'rnatgan ishimizni Xudo xohlasa egalariga topshirib bo'ldik. Qisqacha obzorini qilishni boshladik do'stlar. Xo'p do'stlar, bu ishlarimiz razmeriga kelsak, uzunasiga esa 4 metr, bu tomoniga esa 330, ofshi razmeri 735 sm bo'lgan. Pulini cho'zib o'tirmayman, 27 million so'mga tayyor bo'lgan. Bunimiz esa 1 pagona metri 3 million 500 ming so'mdan tushgan do'stlar. Hop, materiallar keladigan bo'lsa, krashimning NDF'da bo'lgan 2 kilo 3 sloydan kraskalari sepilgan, devodiki, xudo xohlasa suvda ishib, hech narsa bo'lmaydigan yaxshi zo'ridan bo'ladi. Bu yoniga keladigan bo'lsak, bu yoniga propan balonga joy qilganmiz. Undan tashqari esa xohlasa Ariston, xohlasa umumiy katel qo'yib olsa ham bo'la oladigan kengina chuqur foydalangan oshxonalarga esa e'tibor berasizlar. Bitta, ikkita emas, 4 tadan yosh bolalar osilib o'ynasa ham hech narsa bo'lmaydigan zo'ridan bo'ladi do'stlar. Bu yoniga esa haladenlik tepasidan esa mont xosxonlarini qo'yib qo'ysa bo'la oladigan keng foydalangan zo'ridan bo'lgan, davotchilar esa vakuum. Stanish hissalariga kelsak, to'rlik, toshdan keyingi o'rinda turadigan, to'rg'achda sizlashsa bo'lmaydigan zo'ridan bo'ladi. Orqalarida esa kafillarni ham esa o'zimiz yopishtirib berdik. Tepada esa ichlari ham esa pomni led svetlarga tortib berganmiz do'stlar. Undan tashqari esa belarga gazdan keyin esa bega esa kargo shushulkalarni joylab berganmiz. Jirovor, pirovor pichalarni solib qo'ysa bo'la oladigandan. Belariga esa qoshiq paddonlarini joylab berganmiz. Tandem mexanizmlarda 50 kilo, 60 kilo ko'tarsa ham hech narsa bo'lmaydigan zo'ridan bo'ladi do'stlar. Undan tashqari esa bu yerlarga keladigan bo'lsak, tepalariga esa shushulkalarni joylab berganmiz. Shushulkan tepalari esa foydalanadigan keng yaxshisidan bo'lgan do'stlar. Undan tashqari musulli paqir va musul paqir tepasida esa har doimgidek ko'p funksiyali mo'kalarimiz bemalol ichida foydalanib ishlasa bo'la oladigandan zo'r yaxshisidan bo'lgan. Suvni esa ulamaymiz yo'q, o'zlari ulab oladigan bo'lgan. Bellarga keladigan bo'lsak, kengina foydalanadigan idish tovoq tersa bo'la oladi. Aslano esa haladenlikdan tashqari menga suxoy haladenlik deganlarga esa bunaqangi profil oynalardan suxoy haladenliklarni qilib berganmiz. Ichlari esa ponni kalyonli oynalarda bo'lgan do'stlar. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoladi, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki uстановkalar besplatniy, boshqa viloyatlarga esa kelishilgan holda qilib beramiz. 3,5 million so'mdan 5 million so'mga bor. Bu ishimizni esa 3,5 million so'mdan tayyor qilib berdik. 1 pagona metri ofshi puli 27 million so'mga tushdi. Dastlabkidan vodiy bo'lib umuman muammo qilmasiz bo'ladi. Boshqa viloyatlarga esa kelishilgan holda. Rang o'zgaradigan bo'lsa, puliga ta'sir qilmaydi. Bemalol aloqaga chiqib, kanalga obuna bo'lib, bittadan like bosishni unutmaysizlar.